Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun ham zontiklarimizni sizlarga videosini imkoniyat boricha ma'lumotlari bilan nima desa bo'ladi yetkazib berishga harakat qilamiz. Video boshlanishidan avval mana 91 664 63 63 manzilimiz Marg'ilon shahar Kombinat bozorida joylashgan, aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, bugun sizlar bilan ikki xil razmerdagi zontik haqida gaplashamiz. Birinchi razmerimiz 3x2 bo'ladi, ikkinchi razmerimiz 3x3 bo'ladi. O'tgan safar men 3x4,5 larning razmerlarini, keyin qanaqangi metaldan qilinganligini, ranglarini ko'rsatib o'tgandim. Bugun endi sizlar bilan 3x2 va 3x3 haqida gaplashamiz. Nasib bo'lsa, ikkala video orqali siz ma'lumot olishlaring mumkin bo'ladi. Xullas kalom, birinchi bo'lib dastavval 3x2 dan boshlaymiz. Mana bu 3x2mizning yuqori qismi plastmassadan ishlangan. Mana oyoq qismi ham plastmassadan ishlangan, mana ko'rishlaring mumkin. Mana yuqoridagi mana shoxchasi ham plastmassadan ishlangan bo'ladi, bu ham plastmassadan ishlangan bo'ladi. Bu razmeri eni 2 bo'ladi, uzunligi 3 metr bo'ladi. Ikkinchi 3x2miz mana o'zi ikki xili bor xolos. 3x2miz mana yuqori qismi temirdan ishlangan. Mana buni bu bilan solishtirishlaring mumkin. Temirlik, plastmassalik. Mana yuqori qismi plastmassa, buniki temir. Buni ham mana oyog'i temir. Bu 6 qirrali bo'ladi. Buni bunaqa 4 qirraligi ham bo'ladi 3x2 ni, lekin bizda hozirchalik 6 qirraligi bor mana. 1 2 3 4 5 6 6 burchaklik ikkalasi ham. Endi plastmassaligimiz dastavval taxminim bo'yicha 2024-25 yillargacha chiqqan va undan so'ng avlodlar almashinuvi bo'lib, hozir temirligidan sotyapmiz. E'tibor berib qarasalaring, barcha zontiklarimiz mana yuqori qismi hammasiniki temirdan ishlangan. Hatto mana bu arzon variantini ham ko'rishlaring mumkin, temirdan ishlangan bo'ladi. Xo'p, 3x2 haqida ma'lumot berib o'tdim. Plastmassaligi, temirligi bo'ladi. Endi 3x3 haqida ham ma'lumot berib o'tsam, 3x3larimizni mana 1 2 3 4 xili bor. Mana dastlabki 3x3 zontigimiz eni uzuni ham 3 metr bo'ladi. Yuqori qismi mana ko'rishlaring mumkin, temirdan ishlangan. Mana oyoq qismi ham ko'rishlaring mumkin, temirdan ishlangan bo'ladi. Tentlarini rangini ko'rishlaring mumkin. Ko'ki bor, to'q qizili bor va undan tashqari qaymoq rangligi bor va och qizili bor. Xo'p, bu birinchisini ko'rsatib o'tdim. Endi ikkinchi 3x3imizni ko'rsatamiz. Mana ikkalasini solishtirganlaringda farqini bilishlaring mumkin. Bu 3x3imiz 6 burchakli deyiladi, ya'ni 6 qirrali deyiladi. Bu 4 qirrali deyiladi, 4 burchak deyiladi. Ko'rishlaring mumkin. Buni ham yuqori qismi temirdan ishlangan bo'ladi. Oyoq qismini ham ko'rishlaring mumkin, temirdan ishlangan bo'ladi. Mana shu ikkala zontigimiz budjetli variant, ya'ni arzonroq, hamyonbop bo'ladi. Ustidagi tentlarini ko'rsatib o'tdim. Xo'p, endi 3-chi zontigimizga o'tadigan bo'lsak, hozir men endi mana shu 3 ta zontikni sizlarga solishtirib beraman. Imkoniyat qilib. Xo'p. Dastlabki ko'rsatgan qora zontikimizni mana yuqori qismiga ko'rsak, mana shoxchasi mana plastmassadan qilingan, buniki mana temirdan qilingan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, ikkalasi kserakopiya desa ham bo'ladi, faqat bu qora rangda sepilgan, bu kulrang rangida, ya'ni alyumin sifatida sepilganligi uchun ko'rinishlari bir xil bo'ladi, lekin buni biz faqat ajrata olamiz o'zimiz. Siz ham ajratishingiz uchun mana yuqoridan video olib ko'rsatyapman. Bu temir bo'ladi, qimmatroq varianti, plastmassa varianti arzonroq bo'ladi. Ikkalasini ham oyoqlari, yuqori qismlari mana ko'rishlaring mumkin, temirdan ishlangan. Xo'p, bu nima desa bo'ladi? Ham qimmat, ham hamyonbop 3x3 zontigimiz. Undan keyingi 3x3 zontigimiz mana ko'rishlaring mumkin, bu ham temirdan ishlangan. Faqat bu trosli mana ko'rishlaring mumkin. To'g'ri burchakli trosi bor. Alohida shu trosli zontikda video ham qo'yganman. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Bu ham xuddi shunaqa bular. Ikkalasi egizak desa ham bo'ladi. Mana oyoq qismlari ham temirdan ishlangan, yuqori qismlari ham temirdan ishlangan. Ikkalasi bitta narsa. Faqat bu trossiz deyiladi. 3x3 bu trosli deyiladi. Bu yangi pokoleniya deyiladi. Rus tilida aytganda, o'zbek tilida yangi avlod zontiga sanaladi. Mana ko'rishlaring mumkin. Alohida troslari bu yerga qotirilgan. Mana bunda troslar yo'q. Bunda ham tros yo'q. Mana bu arzon variantida ham tros yo'q. Tros nima vazifani bajaradi zontik uchun deyilsa, shamol qattiq urilgan paytida mana shu tros qattiq holatda turib, tentni yirtilmasligini, shamol urilishda biroz bo'lsa-da yordam sifatida ushlab turadi.
Bu degani endi juda ham vahimali narsa. Bu xohlagan shamolingizga qo'yib ketsangiz bo'ladi degan narsa emas. Faqat qattiq shamollar bo'lganda shunaqangi holatlarda baribir bu zontikni ham yig'ishtirib qo'yish kerak bo'ladi. Uchquchlarimizni ko'rishlaring mumkin. 4 qirraligi, 6 qirraligi, 6 qirraligi, 6 qirraligi. Batafsil ma'lumotni mana shu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib bilishlaring mumkin, yo bo'lmasam Telegramdan yozsalaring narxlarini tushuntirib o'tamiz. Biz narxlarini ijtimoiy tarmoqqa qo'ymasligimizning sababi bor, chunki o'tgan yili ba'zi bir zontiklarimizni narxini aytsak, ba'zi bir akalarimiz, ukalarimiz o'zlari bilib bilmasdan siz mana bunaqangi narx degansiz deb haligi bizga qo'polroq muomala qilishgan. Shuning uchun tushunmovchilik bo'lmasligi uchun hech qaysi zontikni birortasini narxini aytmaymiz. Chunki o'tgan yili biroz shunaqangi muammolar bo'lib qoldi. Ranglarini ko'rsatib o'tdim hammasini. To'q qizil, qaymoq rang, mana och qizil, to'q qizil, sal qizil qaranglar, mana 3 xil qizil. Mana bu och qizil, bu to'q qizil, bu o'rta qizil. Qizilda ham 3 xili bor, mana ko'kda ham ko'rishlaring mumkin. Qalin ko'kimiz ham bor, bu yoqda yupqa ko'kimiz ham bor. Xullas ranglarini tanlayverasizlar. Zontiklarimiz razmerlarini og'zaki eslatib o'taman. 3x2, 3x3, 3x4,5 razmerda va undan tashqari eng kattasi 3x6ligi ham bor. Nasib bo'lsa balki 3x6 haqida ham video qilarmiz. Hozircha menimcha kerakli ma'lumotlarni aytib yetkazib o'tdim. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. 91lik telefon raqamimiz 664 63 63, manzilimiz Marg'ilon shahar Kombinat bozorida joylashgan. Salomat bo'linglar.